Endi singlim, siz ahvolimizni bilmaysiz. Surxonovlar bilan quda bo'lish degani bizni mushkulimizni oson bo'lishi degani-da. Buni ustiga non sindirilgan, Fotiha to'yi o'tgan, olganimizni olib bo'lganmiz. Yana qarz, gulasaldan tashqari 7 ta yeyman ichaman deb turibdi. Hoy, baraka topkur. Axir inson hayotdan boshqa dunyoda aziz narsa bormi? Latta putta barisi topiladi. Qarzingiz ham uzilar. Qizingizni kelajagi, bo'lajak nevarangizni hayoti haqida o'ylasangizchi? Bo'lajak nevarangiz ham AIDS bilan tug'iladi. U ham uzoq yashamaydi. Ya'ni qizingizni erga berib, u tomondan davom etish kerak bo'lgan bo'lg'usi avlodning hayotiga o'z qo'lingiz bilan nuqta qo'yasiz. Nega qizingizni boshqa odam bilan baxtli bo'lishini xohlamaysiz? Yo, uzatayotgan qizingiz sizga o'gaymi? Yo'q-e, bu nima deganingiz? Unda bilmadim. Men o'z burchimni bajardim. Sizni ogohlantirdim. Xurshida gap tamom degandek, stolda betartib sochilib yotgan qog'ozlarini taxlashga kirishdi. Jo'raqul aka sezilar sezilmas qaltirayotgan qo'llarini tizzasiga biroz bosib turdi-da, Xurshidadan boshqa sado chiqmagach, sekin o'rnidan turdi. Mayli, men ketdim bo'lmasa. Xayr. Xurshida indamadi. Faqat xonasini eshigi yopilgach, chuqur xo'rsinib, yumshoq kursini suyanchig'iga boshini qo'ydi. Surxonov Alisher anchadan buyon tumandagi VICH infeksiyasi va OIDSga qarshi kurash markazida ro'yxatda turardi. Uning bu dahshatli kasallik bilan kasallangani haqida ma'lumot 2 yil burun u 1 oylik safarbarlik chaqiruv zaxirasiga borish uchun hujjat topshirib, tibbiy ko'rikdan o'tish jarayonida aniqlangan va markazga xabar berilgan edi. Markaz rahbari Xurshida Do'stmetova bu yigitni yaxshi tanirdi. Anonimlik saqlanishi haqida aytib, u bilan bir necha bor suhbatlashsa ham, Alisherni qachon va qay tarzda zararlangani haqida aniq ma'lumotga ega bo'la olmadi. Buni Alisherni o'zi ham bilmasdi. Otasining yakkayu yagona erki o'g'li ko'p vaqtini kayfu safo bilan o'tkazar, 24 yoshga to'lganligiga qaramay, hanuz bir ishning boshini tutmagan edi. Otasining puliga oliy o'quv yurtini bitirdi. Kechasi bilan qayerlardadir sang'ib yuradigan o'g'lini odam qilish uchun ota o'ylay yo'lini topdi. Uni armiyaga jo'natishga qaror qildi. 1 oy bo'lsa-da, o'zini erkakdek his qilib, sal hayotiga nisbatan mas'uliyatni sezar deb o'ylagandi. Ammo uning bu orzusi amalga oshmadi. O'g'lining AIDS kasali ekanligini eshitib, bir kuni qaddi bukildi. Doimo orqaga tarab yuradigan, faqatgina 1-2 ta tolasi demaganda qop-qora sochlari batamom oqardi. Bu xabar kalamushdek qalbini kemirsa-da, xotiniga sir boy bermadi. Endi shuncha mol davlat kimga qoladi? Nahotki hatto nevara ham ko'ra olmasa, unda yashashdan ma'no nima? Asqar akani qiynayotgan bitmas tuganmas savollar girdobi hayotiga og'u solardi. Xotini bilan bir necha yil deganda tilab olgan yolg'iz farzandini Alloh ko'p ko'rgan bo'lsa, qaysi gunohlari uchun? Rahmatli otasi diniy, dunyoviy ilmdan boxabar, xushfe'l va juda mehribon inson edi. O'g'lining foizga pul berayotganini eshitgan kuni tobi qochgan, ammo uning pandu nasihatlari sudxo'rlik dunyodagi eng razil ish ekanligini tushuntirishga harchand urinmasin, bu yo'ldan qaytmagan edi. Hozir uning hamma narsasi bor, faqat bir kam dunyo deganlari shu bo'lsa kerak. O'g'li ham 24 ni urib qo'ydi. Uylantirmasa, yoru birodarlarning hazil tariqasida aytgan gaplari-yu qochiriq pichinglari jonga tegdi. Shahardagi eng yirik tijoratchilardan biri bo'lgan Suyun bilan quda bo'lmoqchi edi. Agar u Alisherning spid bo'lganligini eshitsa, o'lsa ham qizini bermaydi. Ahmoq bola barcha rejalarini chippakka chiqardi. Suyun bilan birgalikda ancha ish qilishni rejalashtirgan edi. Asqar akani qiynayotgan muammoning yechimi ertasigayoq topildi. Undan 2 yil oldin $2000 qarz olib, hozir qarzi foizi bilan 4,5 mingdan oshgan qo'shnisi Jo'raqul aka o'z oyog'i bilan kelib qoldi. Qarzni qaytarishni oxirgi muddat ham tugagan, ammo katta oilani arang tebratayotgan Jo'raqul qarzni qaytaray demasdi. Buning ustiga 8 ta farzandining 7 tasi qiz. O'g'li hali yosh, muhtojlikdan qutulish,
Qizlariga oz bo'lsa-da sep yig'ish uchun Jo'raqul aka o'ylay nihoyat qo'shnisi Asqardan qarz olishga qaror qildi. Do'sti Oybek bilan Xitoyning Urumchi shahridan narsa olib kelib sotadigan bo'lishdi. Suvga tushsa quruq chiqadigan Oybek oldindan molni ulgurji topshirish uchun Otchopar bozorida savdo qiladigan bittasi bilan kelishib ham qo'ydi. Ammo kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi degani rost ekan. Bojxonada molni noqonuniy ravishda olib o'tishayotganlarida qo'lga tushdi. Qolgan qutgan pullarni berib, arang qamoqdan qutulishdi. Xotini buni eshitib yotib qoldi. Mana endi nima qilishga ham hayron. Davlat ishidan tashqari bozor kunlari mardikorchilik qiladi. Ammo topgan puli arang ro'zg'or tebratishu kasal xotinining dori-darmoniga yetyapti. Yana ham Asqar insof qilib 2 marotaba to'lov muddatini orqaga surdi. Balki bu safar rahmi kelar. Eshigi oldida turgan Jo'raqul akani ko'rib, Asqarning yuzi burishdi. Uning nochor holati bilinar bilinmas titrayotgan iyagi jahlini chiqardi. Jo'raqul aka o'zidan ancha katta bo'lganiga qaramay, Asqarni aka deb chaqirar. Uning doimo ko'ksida turgan qo'li-yu xiyol egik gavdasini o'zi har qanday gap so'zsiz "Mana men pulni qaytarishga ilojim yo'q, nima qilsang ham qilaver" deb turardi. Assalomu alaykum Asqar aka. Bilaman jahlingiz chiqadi, ammo menga qarang Jo'raqul aka. Sizda insof bormi o'zi? Qarz olganingizga 2 yil bo'ldi. Bu vaqt ichida $2000 men 20 000 qilgan bo'lardim. Hali ham yon qo'shnichilik hurmatingiz bor. Farzandlaringizga rahmim keluvdi. Endi siz ham meni to'g'ri tushuning. Yana 10 kun sizga muhlat. Pulni olib kelmasangiz, hovlini bo'shatishingizga to'g'ri keladi. Uyingizni hujjatlari menda. O'z qo'lingiz bilan yozib bergansiz. Notarius tasdiqlagan tilxatingiz ham qo'limda. Hozir hammaga ham qiyin. Menga ham pul kerak. Hammaga rahm qilaversam, o'zim nimaga yashayman? Jo'raqul aka indamay boshini xam qildi. Ko'ziga kelgan yoshni yashirish uchun cho'ntagidan rangi o'chib ketgan dasturmolchani olib, burnini, ko'zlarini artdi. Asqar aka, bilaman, siz bag'rikeng odamsiz, ammo bilasiz, Gulasalni ham bo'yi yetib qoldi. Uni uzatishim kerak. Har kuni sovchi keladi. Qiz bolani vaqtida bermasang, orqada singillarini ham bo'yi yetib qolgan. Yana 1-2 oy muhlat bersangiz, chin erkak so'zim, bu safar albatta qaytaraman. Asqarni birdan ko'z oldiga Gulasal keldi. Jo'raqul akaning to'ng'ich qizini ismi jismiga monand edi. 18 ga to'lgan bu qiz juda ham uyatchang va nihoyatda go'zal edi. Kambag'alligi-yu doimo ustida odmi ko'ylagini aytmasa, har qanday xonadonni guliga aylanishi mumkin. Buni ustiga Gulasalni usta chevarligini xotini bir necha bor aytuvdi. Gulasalni unashtirdingizmi? Yo'q. Ammo qo'shni mahalladagi Salim qassobning o'g'lidan bir necha marotaba sovchi keldi. Qizimni unashtirsak, qudamdan qarz ko'tarib albatta pulingizni beraman. Qizingizni o'zim kelin qilsam nima deysiz? Oyday qiz bo'lsa, Alisherjonga ham juda mos. Nima? Gulasal Alisherjonga? O'zi nimaga darvozada turibmiz? Qani uyga kiraylik. Bir yo'la qarz masalasini ham gaplashib olamiz. O'g'limni baxti uchun qarzdan ham kechsak kechaveramiz. Jo'raqul aka Asqarni birdan nega o'zgarganligini tushunmay hayron edi. Nahotki Xudoni unga rahmi kelgan bo'lsa, qizi shunday xonadonga kelin bo'lsa, buni hatto orzu ham qilmagan edi. To'y juda dabdabali o'tdi. Karnay-surnay sadolarini aksi uzoq vaqt tun o'z bag'riga olgan ko'chalarda aks sado berib turdi. Oppoq kelin libosida Gulasam ko'rkam yoriga, shu kuni barcha kasalliklarini unutib, yelib yugurgan onasiga, yuzlarida shodlik aks etib turgan singillarini ko'rib, ich-ichidan quvonsa-da, unga qarashi bilan qizdan nigohini olib qochib, vaqti bilan ko'z yoshlarini yengi bilan artayotgan otasining nega bunchalik xomushligini tushunolmay hayron edi.